Avval xabar berganimizdek, ichki ishlar organlari rahbarlarining korrupsiyaga qarshi kurashish, mahallalarda jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida Ichki ishlar vazirligi akademiyasining professor-o'qituvchilari va Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasining sohaviy xizmatlari rahbarlari tomonidan viloyatdagi barcha shahar tuman ichki ishlar bo'limlari boshliqlari uchun qisqa muddatli sayyor o'quv mashg'ulotlari boshlangan edi. 3 kun davom etgan va onlayn tarzda masofadan tashkil etilgan o'quv mashg'ulotining dastlabki kunida jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olishga qaratilgan obod va xavfsiz mahalla, xavfsiz ko'cha, xavfsiz yo'lak kabi tamoyillar asosida ish olib borish yuzasidan batafsil ma'lumotlar berildi. Shuningdek, o'quv davomida ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish, ijtimoiy tarmoqlar orqali chiqishlarni tashkil etish bo'yicha mutaxassis tavsiyasi berildi. Bundan tashqari, sohaning mas'ul xodimlari tomonidan tezkor bo'linmalar faoliyati, kiberjinoyatlarga qarshi kurashish, energiya resurslarini talon-taroj qilish bilan bog'liq holatlarni oldini olish kabi mavzular batafsil yoritilib, mazkur yo'nalishlarga qo'yiladigan talablar aytib o'tildi. O'quv mashg'uloti yakunida masofaviy tarzda test sinovlari qabul qilindi. Shahar tuman ichki ishlar bo'limlari rahbarlari uchun tashkil etilgan bu kabi o'quv mashg'ulotlari ularni kasbiy malakasini oshirishda, xizmat jarayonini muqobil tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi.